Bor yo'qol, qaytib kelma vashi. Kel balam, kelaver. Joning sog' qopti, shunisiga ham shukr. Yo'q ukam, uyingga xush kelibsan. Aya, Ha, xotinim balla ko'rinmaydi, banisaga ham biror marta bormadi. Tinchlikmi? Qani ular? xotining san operatsiyadan chiqqaningdan keyin narsalarni yig'ishtirib, oyoqsiz odam bilan yashamayman deb ketib borgan. Nima o'zing qovoq tumshuq qilyapsan sen? Tinchlikmi? Nima qilay? Kulib yuraymi? Jonimdan to'ydim shu nogironligimga qarorib. Xotini ham ketib tutdi. Endi bizni boshimizgami? Nima qilishim kerak? O'zimni jigarimni ko'chaga haydab yubormayman-ku. Yo bizni tanlang, yo o'sha ukangiz tanlang. Men ortiq bunaqa yasholmayman. Nimaga kelin ovqatga chaqirsa yemayman deding? Qornim to'q, yemayman hech narsa. Endi ana shu xonaga qamalib o'tiraverasanmi? Oyog'i yo'q degani hayot to'xtadi deganim. Bu yotishingda boshqa kasalliklarni ham orttirib olib, battar yotib qolasan. Tinch qo'yinglar, meni o'zim bilaman nima qilishni, hech narsa yemayman. Ha, ya tinchlikmi? Nimaga siqilib o'tiribsiz? Ukang ovqat ham yemayapti. 2 oydan beri o'zi ko'chaga ham chiqqan yo'q. Shuni o'ylab siqilib o'tiribman-da balam. Aya, siqilmang. Men o'zim gaplashib qo'yaman. Yanga, uyda hech kim yo'qmi? Sizlarda ham ancha qiynadimmi? Ha, hech kim yo'q. Yaxshi, bilib siz qiynab turganingizni. Nima qildingiz siz? Bu ahvolda nima ish qilaman yanga? Yashayib turgan bo'lsam, o'zim uyimda yashayapman. Qana o'zingiz hech qanasi bu uyda haqqingiz yo'q. Siz qayerga borishingiz bilan meni umuman ishim yo'q. Bo'ling, turing, chiqing, uyimizni bo'shatib qo'ying. Men yotibsiz, oyog'im yo'q deb yota oladimi odam?